Ben ham boraman, tushundingizmi? Bo'lmasam siz ham bormaysiz. O'zim borib kelay. Bir marta xo'p desa nima bo'ladi? O'lib qolaman. Jonginam, sen xavotir olma. Sen bilan yashagan любой odam sendan birinchi o'ladi. Gap kelganda. Bir marta xo'p degin, o'zim borib kelay. Dadasi, juda ko'p bora sinab ko'rganman. Menda o'xshamaydi. Xo'p demoqchi bo'lsam, aytishga tilim bormaydi. Gap o'rtasida shu so'z kelib qolsa, tilim makillab qoladi. Tentak. O'z mahalla boshiga 4 ta nonga chiqyapman. Shunga ham birga bormasak kerak. Endi dadasi, xotin, qo'sh, ho'kiz deyilgan. Boraman-da. Endi xotinjon, uzri любой joyda ham qo'shilib bo'lmaydi. Lekin sen nima qilasan? Tualetga ham birga kirasan, aptekaga ham birga borasan. O'rkelga nima qilding? O'rtog'im to'yiga borib kuyov jo'ra bo'lding. Endi oshigim keldi-da. Endi dadasi, siz ham tushuning-da. Sizni bir o'zingizni ko'chaga jo'nata olmayman. Mabodo mashina urib, baloni bilan basharangizdan ezib ketsa yoki birontasi urib o'ldirib qo'ysa, agar siz o'lsangiz, men nima qilaman? Siz yasholmayman. Men ham o'laman. Shunda hozir sen mendan oldin o'lsang, u yoqqa borib kutib turasan-da. Конечно. Xotin, sen yashashing kerak. Sen uzoq umr ko'rishing kerak. 150, 180 ga borib meni unutganingga ishonch hosil qilganingdan keyin ketsang bo'ladi. Voy, meni shunchalik yaxshi ko'rasizmi? Xotin, seni shunaqa yaxshi ko'raman. Bundan keyin bor-ku, har tug'ilgan kunda tinmay duo qilaman. Meni o'lgandan keyin 400 yil yasha. Meni butunlay unut. Shunda men rozi bo'laman. Nima? Ana endi bilib qoldim. Siz mendan oldin u yoqqa borib, bir ikkitasi bilan tanishib olmoqchisiz, shunaqami? Ha, bilib qoldim-ku. Ha, shu stri. Bekorlarni aytibsiz. Sizdan oldin o'zim o'laman. Ya, onasini ensin. Xotin, bu miya emas. Qarg'a cho'qirib tashlagan yong'oq.